Hammaga assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Uzgrand TV kanali. Dollarning rasmiy kursi qariyb 12 so'mga o'sdi, yevro kursi 10.000 so'mdan oshdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2018-yil 30-yanvardan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisoblarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar kursi bir hafta ilgariga o'rnatilgan kursga nisbatan 11.84 tiyinga o'sib, ayni vaqtda 8175 so'm 77 tiyinni tashkil qilmoqda. 1 yevro kursi 167 so'mga o'sib, hozirgi qiymati esa 10.146 so'm 13 tiyin deb belgilandi. 1 Rossiya rubli esa 145 so'm 24 tiyin deb belgilandi. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'layotgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling, like va dislike bosishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.